Selamcan. Herifcan. Top-to'g'ri bir kun bo'ldi. Sizni chaqirib o'tib. Shah atam meni siz bilan ko'rishdan to'sigan bo'lg'ashqa hujramni taqab qo'ydi. Meni kechiring. Acep seylan seylane Aşıkların kömleğin alır Kilur seylan seylane Şiirlisi hem de bulup birbirine mikrofon bulup Kıyabatip kulin salip Kilur seylan seylane Kıyabatip kulin salip Kilur seylan seylane Biri güldür, biri bunca Hiç kayısı yoktur senemce Tamaşağa kilor parça Acep seylan seylane Tamaşağa kilor parça Acep seylan seylane Herif özler öz yarını Öz korkulun kalını Dar kürsetse cemalini Acep seylan seylane Yar kürsetse cemalini Acep seylan seylane Voy g'erib sanamlar. Takfayz operator birda o'g'irlab berdilar-ku. Xo'sh, intayin yaxshi bo'lgan, intayin mazmunli bo'lgan, shundaqla intayin go'zal bo'lgan naqshlarni bizga ilib keldinglar. Unda qolsa endi biz yetakchi ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Bo'lamdi? Avval Nurnisa Abbas ustoz. Musobaqa emas, bir teatr ko'rgandek bir xil his tuyg'u bo'ldi. Adila singlimimiz kuch chiqiribdi jimi? Adila ustozinglarga rahmat aytsanlar o'g'dek. Ishqinglar shunda bir-bir singlarga moslashib, muzikanglarni koni g'erib sanamni asıltib bo'lib, anandan keyin shu yangi davrning musikalari qaytilgan, nihoyatda bir-birsiga moslashgan bek isil bo'pti, bek isil. Sizlarni tabriklayman. Rahmat ustoz, rahmat. Ablekim ovozi bek yo'ruq, yangaraqga. G'erib sanamninki, g'eribning naqsiga shundaq tushibdi. Gulbanu meni hayron qoldirdi. Qanday desanglar, Gulbanuning ovozi ajoyib bir xil sehriy kuchi bor ekan. Ovozda haqiqatan sehriy kuch bor ekan. Bu sanamning lam naqsini emas, muqamlarni, ya'ni kelib eg'ir tipdagi moda naqshlarni aytishga loyiq qiz olgan bu. Men shuni his qildim bu savoldoshni. Gulbanu, tirishing. Sizda umid bor. Ma'qul, rahmat.
Ameliyatda bu ishkinglar ikki xil uslubda. G'erib sanamnikida g'eribning ovoziga shundoq tushgan. Oblikim Manga çüşken tenler ay barıcı geçer Teymegin senin yarımı gey Allah hakkına Özün tapkan balalar Vay üzün geçer Teymegin senin yarımı gey Allah kadar deb tugapti. Voy. Men g'eribni ko'rgandan keyin sanam bu vaqt keldi edi. Nima bo'ldi? G'eribni ko'rsang sen ham bo'ladi. Yaxshi g'eriblarni ko'rgan cho'qim sanam bo'limizda. Rasmiy sanam. Ma Gulbanu. Sanam bu vaqtda g'eribga bu. Gulbanu yaxshi sanam bo'lg'achqa g'eribmi ovozini aytish chiroyli chiqdi. Meningki Adila singlimizga tavsiya qiladigan savaqdosh Gulbanu. Gulbanu. Barak olsun. Xo'sh, Dilshod Roydin ustoz. Bugungi kunda bizning klassik asarlarimiz g'erib sinemlar mushundaq musiqalar bilan, mushundaq uslublar bilan o'rnalanyapti. Yo, bu nimaga yaxshi ish. Mana bo'ladi ekan-ku. Biz qahramonchama o'zimiznikini masha chasak bo'ldi ekan. Bunga yaxshi. Bu texnik bu boshlanishi. Bundan keyin texnik zo'r tajribalarga ega bo'lib, buni bilimlarga ega bo'lib, bu texnik yaxshi taraqqiy qiladi. Adila barakalloh mushtaq bir o'yin batdi, mushuni axir amalga oshirdi. Rahmat ustozim. Xudoyo jalblik ko'rmadi. Bag'asi taraqqiy qilsin. G'erib sinemlar qarang. Yo, o'sha g'erib sinemlar bo'lgan bo'lsa hozir sizlardek yurayotgan-ku. Bular go'singda turadigan mashinalarga g'erib sinemlar-ku. Shanday g'erib sinemlar. Shanday g'erib sinemlar. Gulbanom, siz Shanxay Musiqa institutida o'qiganmi? Shundoq. Shanxay ikkimiz bir maktabda o'qiganmiz-a? Ma teatr biyoyan, shijibiyoyan ashanda o'qiganmi? Men muzikalik teatr kasbida o'qigan. Muzik teatr kasbida. Dramasını ko'mdingizmi bu yerdan? Ko'rdim. Men Gulbanimning mushu teatrda o'qig'achqa, mana rasmiy teatr deymiz. Ham nima deb o'rinlashda, ham naqsh o'rinlashda nimaga yaxshi. Ovozingiz haqiqatan yaxshi sizning. Rahmat. Sanamning naqshini shunchalik aytdingiz. Ham degan azroq texim yenigirak ayting. Biraz shu yig'irroq qoldi. Sanam degan nozik emasmi? Texim yenigirak ayting. Qo'polroq sanam bo'lib qolibdi menda. G'erib kishi qo'polroq qolmishdan to'g'rimaydi. Bak, shu zo'qvadi ma nomer olajmi? Bak zo'qvadi rasmiy bir teatr ko'rganda ko'rdik. Buni texim liriklashtirib, texim yaxshi iznala buni-da. Bu texim payzishqisi bu. Adilaxon tavsiya qildiqnim yana sizga. Gulbanom. Rahmat ustoz. Abdulla Abdurim efendi. Gulbanimni bundoq anglasaqlam u kasbiy bir ovoz chiqyotidi. Albatta. Shundoq yaxshi. Bu qizim bilan biz bir idorada ishlayapmiz hozir. U o'zi naqsha, usul, bu qiz ko'p qirliq qiz bu. Hozir bizning aktyorlik kasbi bo'yicha shu bizning idorada yaxshi artistimiz. O'qish bitirib kelgandan beri yezilog'i bordik, nurg'un dehqon qarindoshlarimiz bilan ko'rishdik, naqsh etdi, rol o'ynadi. Voy, bu bizning shu qizga o'xshash ovozli artistlarimiz bor. Go'zal Nur Qurbon deymiz. Bulardan keyin yana bir qatim yetishib chiqqan texnik kuchli o'quvchilar bizning idoraga taqsim bo'lib deb hammamiz opernit. Bu qizimizning shu musobaqa qatnashganini biz bilmaydi ekanmiz. Keyin anan keyin uqtuqa zodi cho'qim musobaqada darajalar emas, men o'zimni qandaroq bir naqshchi ekanligimni bir sinab boqay deb kelgan o'quvchilarimizdan biri. Ro'yi olati intayin yaxshi. G'eribjonga kelsak, g'eribjonning ahvoli yaxshi, julosi bor. Mushu g'eribning naqshisi
mushu naqshiga bu Abdukimjonning ovozi yetib eshib qoldi. Yana bundan kuchliroq naqsh bo'lsa-mu, o'rinlash iqtidori bor. Mushu naqshning ahvolidan anglasak shunda chiqib turdi. Har 2 yil o'quvchimizga qiyolmaydiganini bilamiz. Shuning uchun Abdukimjonni tavsiya qilay. Abdukimjon. Rahmat. Rahmat. Adila Sadiq ustoz. Baharmiz. Har ishga mayir kasbiy naqshchi. Shunga men bularga qattiq talab qo'ydim. Boshqa mayirlarga qaraganda bekrak qattiq talab qo'ydim. Hamda o'zida bor bo'lgan ortiqchiliklarni joriy qildirishni talab qildim. Bugun nihoyat yaxshi ustozlarimni rozi qilg'idek darajada o'rindinglar. Muborak bo'lsin. Rahmat. Abdukim akamiz bizning guruhdagi yosh jihatda hammamizga aka. Abdukim akamizningki shu mashq jarayonida akamizning fazilati bizni hammamizni ta'sirlantirdi. Bizga hammamizga akillik qilib, g'amxo'rligini bildirdi. Bizning bolalar kichik bo'lgandan keyin tantaklik qilib, bir-birisi bilan qirishib qolgan yalam bo'ldi. Akamiz o'tirg'i tushib, hal qildi shu ishlarni. Akamizning bizning melodiya guruhiga qo'shgan to'kpisi intayin zo'r. Gulbanim bo'lsa, nihoyat tirishchan, siz degandek mayirga, o'quvchiga, kasbiy jihatdan bo'lsin, har qaysi jihatdan shu kasb munosabatga har qaysi jihatda o'zini qat'iyligi qo'yib o'tmaydigan, nihoyat qattiq talab qo'yadigan o'ziga. Bu mayirimizningki hozirgi zamon uslub jihatda Liushing paydo qo'ymiz. Pop music tarafda taraqqiy qilg'isi bor ekan. Shunga mening guruhimni tanlabdi. Qarsam ovoz sharoitimi shunchalik mos keladi. Agar ishki mayirni agar selishtirishga to'g'ri kelib qolsa, Gulbanim haqiqatan qo'sh bizliq naqshchi. Lekin g'ayrib sanamni ayirib aytdim. Ayırıp etmeysiz, ama yana ayırıp etmesiniz bulmaydigan ifade qildi. Şuna en ahırkı kararınızı çıkırıştın burun, zade g'ayrib canını tanlamsız, yoki sanam canını tanlamsız. Qani, azroq o'ylashib oling. Mushu dastlabki mushu gul berish, mushu ko'rinishini kim o'ylab topgan? İkimiz nasihatlashib. Birli vaqtda deyishganmi yoki Menmi shu xayolda ekanman, Abdukimkam shu xayolda ekan. Voy deb latanglar. g'ayrib sanam bu naqsini mushkanlar tang o'ylab topganmi? Yo'q, bu naqshini bizga Adila Adila ma'lum bergan. Adila ustoz bek. Hamda meni hayron qolganim shu. Yo'g'on, g'ayrib ashna kichik gul beramdi deyman. Nima keldi? Qishning kuni ashta bo'ladi. Adila Sadiq ustoz. En ahırkı kararınız. Qani. Melodiya guruhining keyingi aylanmasining raqobatiga qatnashadigan mayirimiz bo'lsa, bir xil esiltam, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hoji Bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intayin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha o'tayolmaysiz. Hoji Bobo pashmatlari. sining keyingi aylanmasining raqobatiga qatnashadigan mayirimiz bo'lsa, Gulbanim. Muborak olsun. Lekin o'zimning nasihatim shundaqla akimizning bizga aqlliq fazilati bor bir fazilat egasininki bizga bizning guruhiga lozim. Shundaqla ustozlarimning fikriga hurmat qilib, rejissyorlar guruhidan ikkili mayirni tang tanlashimga qo'shilishini umid qilaman. Xo'sh. Onda bo'lsa, rejissyorlar guruhi bu iltimosingizni qabul qilamdi, qilmamdi. Qani, javobini kutaylik. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Bosh yetakchi ustozning qarori bo'yicha Gulbanim keyingi bosqichga udul kirgan. Endi bizning Abdukimjon Adila Sadiq ustozning iltimosi bilan rejissyorlar guruhining qo'shilishi bilan keyingi bosqichga qadam bosdi. Muborak bo'lsin. Rahmat, ma'lum.